Hammaga salomlar anime ishqibozlari. Sizlar bilan Asko. Bugungi videomiz anime olamidagi so'nggi yangiliklar haqida. Demak, boshladik. Birinchi anime. The Summer Hikaru Died. Tarjimasi Hikaru vafot etgan yoz. Anime haqidagi ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, 2021-yilda chiqqan The Summer Hikaru Died nomli dahshatli janrdagi mangasi Netflix tomonidan animega moslashtirilmoqda. Cygames Pictures studiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bu anime 2025-yilning iyul oyida premyera qilinadi. Bu hikoya Yoshiki ismli yigit va uning do'sti Hikaru atrofida bo'lib o'tadi. Bir kuni Hikaru bedarak yo'qolib qoladi. Bir necha kun o'tib u qaytib keladi, ammo bu avvalgi Hikaru emas edi. Hiro unda bir nima g'alati, g'ayritabiiy ekanligini sezadi. Do'sti bilan bo'layotgan o'zgarishlarni kuzatar ekan, Hiro dahshatli haqiqatga duch keladi. Uning oldida turgan mavjudot bu Hikaru emas, balki sirli bir narsa uni egallab olgan. Anime serialiga yuqori sifatli animatsiya va qiziqarli sujet va'da qilinmoqda. Ikkinchi anime Witch Watch nomli yangi serial romantik komediya janrida. 2025-yilning 6-aprel kuni Netflix, Hulu va Crunchyroll platformasida namoyish etiladi. Niko sehrgar qiz bo'lib, u sehrli kuchini to'liq nazorat qila olmaydi. Morihito esa tengu merosxo'ri bo'lib juda kuchli va u Nikoni qo'riqchisi sifatida harakat qilardi. Chunki qizni bashorati bo'yicha kelajakda unga xavf soladigan biror narsa sodir bo'lishi mumkin ekan. Navbat 3-animega. Ha, bilganingizdek, bu One Piece animesi. 2024-yil oktyabr oyi tanaffusga chiqqan One Piece anime jamoasi 2025-yil 5-aprel kuni yangi epizod bilan qaytdi va 83 daqiqalik maxsus epizod ham chiqarilishi aytilmoqda. Oxirgi va 4-anime Kaiju nomer 8. Ikkinchi fasl 2025-yil iyul oyiga premyera qilinishi rejalashtirilmoqda. Aniq chiqish sanasi hali e'lon qilinmagan. Ikkinchi fasl film va qo'shimcha epizodlar bilan taqdim etiladi. Birinchi fasl muvaffaqiyatidan so'ng kuzatuv ishi yakunlandi sonli Qo'shina dam olish kuni deb nomlangan yangi film 2025-yil Yaponiyada namoyish etilishi rejalashtirilmoqda. Bugungi yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Asko bo'ldi.